kecha mashq qildingizmi? Ha. Yaxshi, endi hammangiz joylashib oling. Sizlarga aytadigan hech qanday gapim yo'q. Buni sizlar to'g'ri qilmadingiz. Hammangiz. Bu juda ham oson. Nega buni to'g'ri qila olmayapsiz? Menimcha, agar boshidan e'tiborli bo'lmasak, shu narsaga o'rganib qolamiz va doim xuddi shunday noto'g'ri bajaraveramiz. Agar shunday bo'lsa, nega barchasini to'g'rilamaymiz boshidan? Barchasini boshidan. Agar shunday qilmasak, vaqtimizni bekorga sarflagan bo'lamiz. Shunday qilib, har bir stajyor hech qachon o'zi xohlagandek qila olmaydi. Yaxshi. Birinchi, raqsingiz haqida aytmoqchiman. Bu qo'lni yaxshi ko'targaningizda, qo'lingiz qulog'ingizning bu tomonida bo'lishi kerak. Har doim qo'lingiz bu tarafida bo'lishi kerak. Kelishdikmi? Bu tarafga. Va har safar mana buni qilganingizda har doim aniq chiqishi kerak. Qo'lingizning yon tomonga. Ko'proq. Sen ham ko'proq yon tomonga. Ha. Yana bir marta. Yaxshi. Keyingi qator. Senga nima bo'ldi? Noto'g'ri bajarding. Men seni ko'rmayapman, bu yerga kel. Bir. Kung 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 du. Yaxshi, yana bir marta. Da. Qaytadan. Yana bir marta. O'xshamayapti. Yana bir marta. U xato qilishda davom etyapti. Uzr, kechirasiz. You don't have to be sorry to me. You have to be sorry to your friends. จะไม่ปล่อยผ่านถ้ายังทำไม่ถูก ถ้าคุณทำผิดเพื่อนเขาก็ต้องเต้นใหม่กับคุณเหมือนเดิม Uzr so'rayman. Kechirasizlar. Bu mumkin emas. Kel, yana bir marta mashq qilamiz. 5, 6, 7, ketdi. Yana bir marta. 5, 6, 7, 8. Yaxshi. Yana bir marta. 7, 8. Mehribon emasman, bo'lolmayman. Qanchalik qiyin bo'lmasin, u buni qilishi kerak. Agar o'zicha qilmoqchi bo'lsa, nega bu yerga keldi? Mening aytganlarimni qilib, u ko'proq intilib va muvaffaqiyatga erishishi kerak. Xuddi shunday. Men unga o'rgatganim sari u yana ham o'rganadi va yana ham yaxshilanadi. Davom etishdan oldin bir marta to'xtang. Da. Gong. Yaxshi, yana bir marta. Yo'q, yana bir marta. Birinchi sinf reperlar. Salom. Hi. Men o'zimni juda stressli his qildim. Biz uchalamiz ham raqsda juda zaif edik. Biz darhol qo'shiq aytib, raqsga tushdik va bizda faqat 3 kun bor edi. Shunchalik bo'lsa, Raqs harakatlari esa deyarli esimda yo'q. Ko'proq mashq qildingizmi? Necha soat? kecha tungi soat 2ga qadar. Yaxshi, ajoyib. Xo'sh, qani boshlaymiz? Ha. Ko'proq tabassum. Yanayam tabassum. Jilmaying. Nyawa tabassum.
Yaxshi. Ikkalangizga tabassum uchun rahmat. Men sizga tabassum qiling dedim. Nega tabassum qilmadingiz? Sizga tabassum dedim, lekin shunchaki gapimni e'tiborsiz qoldirdingiz. Hatto tabassum qilishingizni ular ham aytishdi. Men barcha harakatlarni eslay olmadim. Men juda xafa bo'ldim. Meni alohida tilga olishdi va qoralashdi. Boshqa tinglovchilar bilan ko'p vaqt o'tkazmadim. Bilmasdim. Bu uchun boshqalar o'rganishi mumkin. Ular buni bir marta tomosha qilishdi va keyin buni qilishlari mumkin edi. Hatto ko'z yoshlarim ham oqib Bilaman, ketdi. siz go'zallik tanlovida emassiz. Ammo hozir mana shu jamoadasiz. Va hozirgi bu ijroni o'z maromida bajarishingiz kerak. Agar buni xohlasangiz, albatta buni bajara olasiz. Aytishim kerakki, hammangiz ko'proq o'zingizni majburlashingiz kerak. Chunki asl fidasiz. Bunday raqsga tusha olmaysiz. Chunki boshqalar sizdan yaxshiroq natija ko'rsatishadi. Tushundingizmi? Yaxshi. Keyingisi. Bayt TV platformasi namoyish etadi. Telegramdagi Showtube kanali uchun maxsus o'zbek tiliga o'qitildi. Ovoz berishda Orxideya, Sot, Charos va So'yl Abdurahim. Qara, u tez-tez soxta tabassum qiladi. Hammaga tabassum qilish qiyin. Shuning uchun xafa bo'ldim. O'ylaymanki, men ko'proq harakat qilishim kerak. Alfasdagi stajyor sifatida malikaga ega bo'lish. Menimcha, bu sinfda ancha eng yaxshisi bo'lsa kerak. Umid qilamanki, siz uni yetakchi sifatida tanlaysiz. Yaxshi. Birontangiz shu yerda qiyinchiliklarga bardosh berib, mana shu sinfda qola olaman deb o'ylaysizmi? Men qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Bunga achinmaysizmi? Sizlar allaqachon A sinfidasiz. Unda qolishni istamaysizmi? Menimcha bu raqs. Men buni juda ham qiyin deb bilaman. Lekin sizlar allaqachon A sinfidasiz. Sizlar allaqachon bunda malakali bo'lishingiz kerak. Siz to'rtalangiz. To'g'ri qilsangiz uyingizga ketasiz. Xo'p, Bajarayotgan narsangizga ishonchingiz komil bo'lsin. Hammasini to'g'ri bajaring. xo'p.